sizlarga yorqin misolki O'zbekistonda qanaqa hokimiyat o'rnatilgani haqida. Masalan, o'sha Orifxo'jani qilgan matchga borib gapirgan gapi, harakatini men videosini kuzatdim. Ana o'sha harakati uchun unga 15 sutka sud bilan 15 sutka administrativniy qamoq jazosi beribdi. Mana shundan keyin, mana shu voqeadan keyin agar shu kimidan Muxtor Alini agar yana shu muridlari quloqini bunaqa Galanskiy quyonga o'xshab osiltirib o'tirsa, demak o'shalarni orqasiga tepish kerak edi. Chunki shunchalik bepam bo'lgandan keyin u odam safiga qo'shish kerak, ya'ni zamonaviy odam. Chunki mana o'sha janjalli guvohi bo'lganlarni ko'rsa bo'ladiki, masalan, janjalli u Orifxo'ja chiqargani yo'q-ku. Orifxo'jani qiy-chuv qilib, surib, urib, tashqariga olib chiqib tashlagani uchun unga 15 sutka beribdi. Lekin men bu yerda hayron bo'lgan narsa, mana kunora har xil ommaviy joylarda janjal tortishuvlarni ko'ryapmiz, lekin birontasiga darhol 1 sutka o'tib 15 sutka berganini sud qilib 15 sutka berganini ko'rganimiz yo'q. Masalan, Alloqulov janjallarini ko'rdik va boshqa har xil janjallarni ko'rganimiz edi. Mana shuni o'zi hozir O'zbekistonda g'irrom va luttiboz hokimiyat o'rnatilganini yorqin guvohi sizlar uchun. Endi mana shunaqa zamon bo'lib turganda, mana yana bahs munozara olib borish uslublari haqida. Masalan, xo'p bo'ladi, 7 yoshlik, 4 yoshli bola sizdan so'rasa, bu quyosh yer atrofida aylanadimi yoki yer quyosh atrofida aylanadimi desa, siz unga endi bolam, o'g'lim, jiyanim yoki falon pismadon qilib, bu geliocentrik sistema, lekin 500 yil oldin odamlar shu quyosh yer atrofida aylanadi deb yurardi. Shuni natijasida bir Jordana Bruno deganni yoqib yuborishgan. Shu quyosh yer atrofida aylanadi emas, yer quyosh atrofida aylanadi degani uchun. Va endi mana hozir isbotlanganki, kosmosga 1000 marta chiqib keldi insoniyat, yer dumaloq va u quyosh atrofida aylanadi deb gapirsangiz, inobatga olsa, bu bahsmon uni tafakkurini oshirish bo'ladi. Lekin masalan, Muxtor Aliga o'xshagan odamlar qop-qotda endi o'sha soqol mo'ylovini osiltirib, o'stirib, shu siz bilan bahslashib tursa, yo'q, yer quyosh atrofida aylanmaydi, quyosh yer atrofida aylanadi deb tursa, masalan, o'sha bilan bahslashishning nima hojati bor? Tushunasizlarmi? Shunchalik to'ppoy, shunchalik idiot bo'lgan odam bilan. Masalan, agar o'sha 4 yoshli bola bo'lganda, aqlini aqlini to'g'irla, unaqa emas, bunaqa desangiz, kelajagi uchun foyda bo'ladi. Lekin u aytadi-yu, to'ridan go'ri to'g'ri, anaqa yaqinlashib qolgan odamga bu o'zingizni va o'shani anglamoqchi bo'lmagan insonga, ya'ni o'sha shunchalik bir johil odamga o'zingizni nervingizni, o'zingizni bir vaqtingizni ketkazishni nima hojat bor? Nima foyda? Shu masalan, shu Abduror Muxtor Ali bu dunyodan ertaga o'lib qolsa, kim uni eslaydi? Yo'q, o'sha yana 10 yil yashasa, kim insoniyatga nima naf beradi? Shu vayasab, sayroqiga anaqa o'xshab har xil bemaza gaplar bilan hamma yog'i negativga to'ldirib o'tiradi, ya'ni bir psixopatga to'ldirib o'tiradi. Yana mendan so'rashgani, meni aybdor qilishga bir ikkitasi gapirdiki, shu negativni ko'p gapirasizlar, negativchisizlar deb. Endi buni sababini bilamanki, kanadalik bir odam bor-ku, Kanadadan turib Mirziyoyev maqtaydigan. O'zini ko'rsatib uni negativ deb gapirgan. Masalan, meni gapirayotgan gapim negativ emas. Meni gapirayotgan gapim haqiqatni oshkor qilish yoki o'zimning fikrimni bayon qilish. Ya'ni meni gapimni qaysi biringlar noto'g'ri deb bilsanglar, menga ochiq bildiringlar. Yo'q, bundoq emas, bundoq deb. Mana meni konkret fikrim, O'zbekistonda hozirgi hokimiyat luttibozlar hokimiyati, qaroqchilar hokimiyati. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bularni darhol ketqizish kerak. Agar o'zbek millati rivojlanishni istasa, Mirziyoyev prezidentlikni davom ettirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Men konkret fikrim. Nimaga deganda, chunki Mirziyoyev eplolmadi o'zining ishini. Va mana hamma ko'rib turibdi. Hamma yoqda talon-taroj, muttahamlik, va eng muhimi odamlarda shukuh va ishonch yo'qolgani. Mana bundan keyin Mirziyoyev 100 yil prezident bo'lsa ham, odamlar unga ishonmaydi. Chunki hamma ko'rib bo'ldi kimligini. Shuning uchun Mirziyoyev qancha tez ketsa, keyingi odam kelsa, yana ishonch paydo bo'lishi mumkin o'zbeklarda. Tushunyapsizlarmi? Mana bu hokimiyat qo'rqoqligi nimadan iborat? Qo'rqoq hokimiyat. Ham muttaham, ham qo'rqoq. Mana Taliban ozgina harakat qiladi, darrov hamma yoqda nima deydi? Insoniylik va qonun qoidaga urg'u berishni boshlandi. To'g'rimi? Shuning uchun bu hokimiyat yaramas hokimiyat. Bu negativ gap emas, bu haqiqiy gap, haqiqat gapi. Lekin mana o'sha Muxtor Alining gaplari, endi bir ikkita ma'ruzalarini ko'rdim, ati. Shu janjal chiqqandan keyin.
Masalan, g'irt psiqbozot mana o'shanaqalarni negativ deydi. Ya'ni o'sha yoshlarning ongini buzuvchi, bir ma'rifatga chorlamaydigan, nuqul mana mehrobda turib musulmonni bolasiga axlatsan degan. Shu musulmon imom degan imomni bu kimligini, buni maqsadidagi anaqasini bilmayman, ya'ni lavozimini. Lekin o'sha yerda minbarni egallab musulmonni bolasiga axlat degandan keyin unga kim unga o'sha minbarni berib qo'yibdi? Tushunyapsizlarmi? Mana o'shanaqa odamlarni negativ deydi, negativ, ya'ni psiqbosot, har xil bir g'alamislikni tarqatuvchilarni. Mana men ogohlantirmoqchiman, Xudo xohlasa yaqin qoldi. Shuning uchun men masalan endi davlat sistemasi qanaqa ishlashini hammamiz yaxshi bilamiz. Shu Muxtor Aliga birov ana o'sha tepadagi anaqalardan ruxsat bermasa, u og'zini ham ocha olmaydi. Nafaqat masjidda u minbariga o'tirish, hatto o'sha boshqa gaplarni ham gapira olmaydi. Lekin o'sha yasama figura, o'sha kimnidir, animasidir uchun bizani xalqni lo'q qilish uchun yaratilgan figura. Uni keyin arxivlarni ochsak chiqib keladi, kim agenti, nima sababdan yollangan va nima maqsadda degan ma'noda. Shuni bir surishtirib tegi ham yetish mumkin bo'ladi, Xudo xohlasa, kelajakda. Lekin masalan, shuni gapni o'zida ma'lum bo'lib turibdiki, O'zbekiston hokimiyatining xatti-harakati xalqi tafakkurini oshirish, bir ichki dunyosini boyitish yoki bir yuksaklikka, iqtisodiy taraqqiyotga, bir ma'rifatga intiltirish emas. Tushunyapsizlarmi? Agar shunaqa fikr bo'lganda, hozirgi O'zbekiston hokimiyatida mana menga o'xshaganlarga minbarni berib qo'yardi, o'sha masjiddami yoki auditoriyadami. Lekin menga minbar bermaydi-da. Endi men misol uchun endi meni ham o'zim ichimda gapim ko'p, gapirsam bo'ladigan. O'sha hammani himoya qiladigan. Lekin o'shanaqa Muxtor Aliga o'xshagan shu luttiboz shaytonning bolasiga minbarni berib qo'yadi. Yonida Islom sivilizatsiyasi markazi direktori qo'li ko'ksida girdi kapalak bo'lib yuradi. Demak, shundan ham tushunsa bo'ladiki, O'zbekistonda bunaqa figuralar bekor yaratilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Va yana masalan hozirgi hukumatni davlatga qarshi bo'layotgan siyosatini elementar bir misoli mana ko'rdinglar. Andijonga borganda Mirziyoyev bir tovuq boqqan yo'lga maylisda o'rnin berdi, mayli o'rninni ber, xo'p. Lekin bankka nima haqqing bor buyruq berishga? Bunga 5 milliard berasan foizsiz deyishga. Mana shu gapini o'zida qancha zarar berdi O'zbekiston imiji uchun, O'zbekistonni anaqa davlatchiligi uchun. Tushunyapsizlarmi? Ko'rganlar aytadi, bularda bu prezident, bu bankmi bu deydi-da. Prezident nima haqqi bor? Biron bir bankka buyruq berishga, 5 milliard berasan foizsiz deyishga. Hech qaysi dunyoda biron prezident buyruq bermaydi bironta bankka. Tushunyapsizlarmi? Mana hukumat O'zbekistonga hozirgi Mirziyoyevni o'zbek davlatiga yetkazayotgan zarari nimadan iborat? Tushunyapsizlarmi? Davlatchilikni o'ldirayotgani nimadan iborat? Xuddi o'zini agarotini ana qilgandek, agarotida boshqargandek, anta tovuq botda kurka qilib, butun davlatni, butun mamlakatni xuddi o'zini tomorqasidek ko'ryapti. Ko'rasizmi? Gapidan ma'lumdi. Men 5 milliard beraman, men 2 milliard beraman. Prezidentni qayerdan bu pul? Prezidentniki emas-ku bu pul. Tushunasizlarmi? Mana shuning uchun Mirziyoyev O'zbekistonga, o'zbeklarning davlatchiligiga mana shu yo'l bilan katta zarar beryapti. Ya'ni olamdagi o'zbeklarning imijini mana shu orqali tushiryapti. Tushunasizlarmi? Ko'plarning aqliga ham yetmasligi mumkin bunaqa mayda-chuyda gaplarga. Mayda-chuyda gaplar orqali mana shunaqa bir mamlakat haqida, xalq haqida, bir davlat haqida boshqalarda imij yaraladi. Mana shunaqa gaplar ko'payaversa, chet ellik investor aytadi, bu prezidentni bitta og'iz gapi bilan, buyrug'i bilan ish qilar ekan, buyurmasa ish qilmas ekan yoki buyursa 5 milliard so'm shunda berib yurar ekan foizsiz deb turgandan keyin qaysi biznesmen ishonadi o'zbek hukumatiga? Ishonmaydi. Shundan keyin birontasi kelmaydi, shundan keyin bironta yangi texnologiyalar kelmaydi, pul kelmaydi. O'zbeklar o'tiraveradi shunaqa la tralala qilib. Nimagadir hozir ko'p anaqalar paydo bo'lish boshlayapti, yana partiyalarga urg'u berib, men aminman, masalan shu partiyalarga hech masalan meni ishonchim komil, O'zbekiston hokimiyatida partiya saylovlari yoki partiyaning yo'nalish orqali partiya tuzib, saylovlarda qatnashib va yutib chiqish noiloj va unaqa yo'l noto'g'ri hisoblayman. Mana menga ham ko'p takliflar tushyapti, partiya a'zo bo'ling yoki partiya tuzaylik degan ma'noda. Masalan, men birinchidan meni shunaqa fikrimki, O'zbekistonda hokimiyat ya'ni siyosiy yo'l bilan, ya'ni saylovlar orqali o'zgarmaydi. Agar shu saylovlar orqali o'zgartiraman deganlar, bu ham xayolda yurgan odamlar. Tushunyapsizlarmi? Masalan, meni yana ikkinchi fikrim, agar Mirziyoyev mana shu srogi tugagandan keyin ketmasa, keyingi srogga yana 5 yilga saylansa, bo'ldi O'zbekistonga
to'ppa to'liq ya'ni zamonaviy mamlakat sifatida krest qo'yib qo'yaveringlar. Hech qachon endi rivojlangan endi Karimovga 3-davlat, 3-dunyo mamlakatga aylantirib ketdi O'zbekistonni. Lekin agar Mirziyoyev yana prezidentligini davom ettirsa, umuman bir lo'li islom mamlakat bo'lib ketadi. Shuning uchun partiya tuzayotganlarga maslahat bermoqchimanki, $1,000,000 bo'lmasa, hech qanaqa partiya tuzaman deb ovora bo'lmaylar. Quruq o'zingizlarning sharmandani Allohqulovga o'xshab sharmanda bo'lganinglar qoladi va energiyalarni quruqqa sarf qilganinglar qoladi. Shuning uchun agar $1,000,000 yig'adigan yoki mana bitta o'zbek, mana Alisher Usmonovga o'xshagan bironta o'zbek topiladi, $1,000,000 bersin sizlarga, mana partiya tuzinglar deb. Yoki 100 ta o'zbek topiladi chet elda $10 dan tashashib $1,000,000 bersin o'sha 100 ta. Xayr ehson qilib, qarzga deb, yaxshi kunlarda qaytararsizlar deb $1,000,000 olinglar. Ana o'shandan keyin partiya qurilishiga harakat qilinglar, ya'ni bel bog'laylar. Ungacha yana quruq gap safsata bilan yana vaqtingiz o'tgani qoladi. O'zbekistonda siyosiy tafakkur rivojlanmagan. Siyosiy tafakkur, siyosiy bir texnologiyalar, siyosiy bir bilim, saviya rivojlanmagan. Shuning uchun meni niyatim bir yosh siyosatchilar klubini bir tashkillashtirmoqchiman. Mana agar xohlaganinglar men bilan aloqaga chiqinglar, siyosatga qiziqqaninglar bo'lsa. Agar meni qo'limda qurbim yetsa, shu mablag' topsam, shu bir joyda bir davomiylik yoki bir davriylik sifatida haftada birmi yoki oyda 2 martami mana shunaqa biron bir joyda aktiv zallarni arendaga olib leksiyalar o'qishni boshlamoqchiman. Shunga agar bir qiziqqaninglar bo'lsa, men bilan aloqaga chiqinglar va shuni bir qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar ham aloqaga chiqsin, shu meni gaplarimga qiziqqanlar ham aloqaga chiqsin. Chunki biz tayyor turishimiz kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, sharoit o'zgaradi, atrof muhit o'zgaradi. Ya'ni yoz ketadi, kuz keladi, qish ketadi, bahor keladi degandek, baribir muhit o'zgaradi. Shunga meni fikrim sal bo'lsa ham muhitni yoki bir odamlarning tafakkurini tayyorlash, ya'ni zamonaviy siyosatni tushunish, Chunki men sezib ko'rib bilib turibmanki, bizning ko'p odamlar hozirgi bo'layotgan dunyo siyosati yoki bir qanaqadir nozik taraflarini tushunmas ekan, bilmas ekan, anglamas ekan. Bunga endi o'zining sabablari bor. Bizning milliy mentalitet, milliy sharoit, iqtisodiy sharoit va boshqa televideniyamiz katta aybdor. Shuning uchun men shunaqa niyat qildim, bir yosh siyosatchilar klubini yaratishni. Shuning uchun agar qo'llamoqchi bo'lganinglar bo'lsa, agar bemalol men bilan aloqaga chiqinglar. Bo'pti, qolganinglarga rahmat. Mayli, sizda charchamay, yaxshi kunlarga yaxshi niyatlar qilib yuringlar. Orif xo'jaga bo'lsa 15 sutkaga qamalganga bardam bo'lishni tilayman. Xudo xolasa agar 15 sutkadan keyin chiqsa, agar bir aloqasini topsak, u bilan bir suhbat qilmoqchiman. Ya'ni uni harakatlaridagi xatoliklarni ko'rdim. Bu bunaqa xatoliklardan ozgina o'zini bir asrash yo'llarini o'rgatmoqchiman. Shuning uchun qolganlarga sog'lik va shijoat tilayman. Rahmat hammaga.